Tarixiy davrlarda vatanimizning chegara rayoniga joylashgan Şinjangda iqtisod ojiz, jamiyat qalaymaqon bo'lib, xalq nomrod edi. 4 million aholining mutlaq ko'p qismi jamiyatning to'yan qatlamida yashaydi. Har millat dehqon chorvachilari kasallik va ocharchilik ichida jon talishib turmush kechiradi. 1949-yil 9-oyning 25-kuni Şinjang tinch yo'l bilan ozod bo'ldi. 1955-yil 10-oyning 1-kuni Şinjang Uyg'ur avtonom rayoni qurildi. Shuningdan e'tiboran Şinjang tarixida yangi bir sahifa ochildi. Yerim asrdan ko'proq vaqt mobaynida partiya va davlatning bir qancha avlod rahbarlik kollektivi Şinjangdagi har millat xalqining baxtli turmushiga samimiy g'amxo'rlik qildi. Şinjangning taraqqiyoti va muqimligiga yuksak ahamiyat berdi. Şinjangning kelgusidan zo'r umidlarni kutdi. Yangi Jungo qurilgandan keyingi yerim asrdan ko'proq vaqtda markaz Şinjangdan iborat bu chegara rayon